Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Angliya Baş ministri Rishi Sunak'ның 17 fevraldan 19 fevralgacha Germaniyaning Münxen shahrida chaqirilgan 59 navbatlik Münxen xavfsizlik kengashi yig'inida va Angliya tashqi ishlar vaziri Cleverly 20 fevral kuni Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan ilib borgan telefon suhbati jarayonida Uyg'urlarning kishilik huquqining dafsanchilikka uchrash masalasini alohida tilga olishi g'arb matbuotlarida kuchli inkas qo'zg'adi. Germaniya Dolqinlari radiosi 21 fevral e'lon qilgan Xitoy Angliya tashqi ishlar ministrlari telefonda ko'rishib Xinjiang va Tayvan masalalari to'g'risida so'zlashgan nomli xabarda bayon qilishicha, Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverly 20 fevral kuni Xitoyning tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan telefonda so'zlashganda, oldi bilan Beijing hokimiyatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan kishilik huquq dafsanchiligini ayiblagan. Ondan Tayvan masalasini tilga olib, Tayvan bo'g'uzining tinchligining zarurligini ta'kidlagan. Biroq Xitoyning zuvoni bo'lgan Xinhua agentligi bu vaqtda e'lon qilgan xabarda bu ikki mazmun to'g'riliq bir ig'izmi zuvon surmagan. Dunyo qurultiyi London ishxonasining mudiri Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish tashkilotining raisi Rayma Mahmud xonimning bildirishicha, Angliya bosh ministri Rishi Sunak va tashqi ishlar ministri Jamesning Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'lishini Angliya parlamentidagi Uyg'urlar masalasiga jiddiy qarayotgan parlament a'zolarining kuchlik besimidan ayirib qarashga bo'lmaydi ekan. Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverlyning Xitoyning tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan Uyg'urlar masalasi to'g'riliq qanchalik doirada suhbatda bo'lganligi, konkret nimalarni tilga olganligi hozircha noma'lum. Germaniya Dolqinlari radiosining bu vaqtdagi xabarda yana atalmış Uyg'ur avtonom rayonining raisi Erkin Tonyaz Angliyaga kelmoqchi bo'lganda, Angliyadagi parlament a'zolarining va Uyg'urlarning kuchli qarshiligiga uchrab, Yevropa ziyoratini bekor qilishga majbur bo'lganligi atrofli bayon qilingan. Tayvan Demokratik Taraqqiyot partiyasining parlament a'zosi, Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining raisi Wang Dingyu apandim Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonimning 2 oyning 21 kuni Tayvan parlamentida o'tkazgan muxbirlarning kutib olish yig'iniga qatnashib qilgan so'zida Tayvan parlamentining Uyg'urlar to'g'risida Amerika davlat majlisi ma'qullagandek ba'zi qonunlarni chiqarish uchun tirishchilik ko'rsatganligini bildirdi. Wang Dingyu apandim mundaq dedi: Parlamentimiz o'tgan yil 27 dekabr kuni parlament a'zolarining bilet tashlash orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Tayvan parlamenti kishilik huquq komiteti ko'p qatim muxbirlarni kutib olish yig'ini, doklad berish yig'inlari chaqirib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini o'ttirib qo'ydi. Biz yana Uyg'ur lager shohidlaridan Gulbahor Jelilovani taklif qilib, guvohlik berish yig'ini o'tkazdik. Biz Tayvan parlamenti Uyg'urlar to'g'risida Amerika davlat majlisi ma'qullagandek ba'zi qonunlarni chiqarish uchun tirishchilik ko'rsatyapmiz. Tayvan parlamentining a'zolari, har soha zotlari va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashgan axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Roshan Abbas xonim, Tayvan cho'qim dunyo jamoatchiligini uyg'otib, Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatmasa, bugun Uyg'urlarning beshiga kelgan kulpatlar ati Tayvanliklarning beshiga kelishi mumkin deb ta'kidladi. Roshan Abbas xonim so'zda yana munolarni o'ttirib qo'ygan. Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchisi Liu Xiaoyan ochiq-oshkor holda agar Tayvanni Xitoy qo'shib olsak, Tayvanni tarbiyalash markazi quramiz degan. Xitoy davlati erkinlik va demokratiyaning dushmani. Agar Tayvan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun dunyo jamoatchiligini qo'zg'amasa, bugun Uyg'urlarning beshiga kelayotgan og'ir kunlar ati Tayvanliklarning beshiga kelishi mumkin. Biz Tayvan hukumatining barliq kuchi bilan bizni qo'llashini, biz bilan hamkorlashishini, Uyg'ur o'quvchilarga o'qish puli berib o'qitib berishini talab qilamiz. Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarni yo'q qilishga bel bog'ildi. Sizlarning Xitoy Kompartiyasining bu yomon niyatini to'sib oladiganlarga ishonchimiz komildir. Muxbirlarning kutib olish yig'inida Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi 1989-yildagi Tianmen o'quvchilar harakati rahbarlaridan O'rkash davlat Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdukim Idris qatorliq kishilarmi so'z qilib, Uyg'urlarning og'ir vaziyati haqida ma'lumot bergan. Ular so'zida har qaysi davlatlarning Xitoyning dunyoda paydo qilayotgan siyosiy va iqtisodiy xavflari, shundaqli kishilik huquq dafsanchiliklarini kuzatishga, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga chaqirgan. Amerika Kengash palatasi qarmog'idagi tashqi munosabat komitetining raisi, Kengash palata a'zosi Bob Menendez apandi yaqinda Amerika prezidenti Joe Bidenga ochiq maktub yo'llab, dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq himoyachilar uchun maxsus viza ta'sis qilishni talab qilgan. Tashqi munosabat komitetining torbetida e'lon qilingan ochiq maktubda aytilishicha, Menendez apandi navbatda dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq himoyachilarining o'xshamagan tahdid va xatarlarga duch kelayotganligini alohida eskartgan. Shuningdek, bu xildagi faoliyatchilarning har qachon shu joylardagi hukumatlarning ro'yi va jismoniy jihatlarda ziyonkashlik qilishiga duch kelganligini,
Mushundaq ahvolga duch kelgan kishilik huquq faoliyatchilarining bu xil xatar va ziyonkashlikdan qutulish uchun Amerika elchixonalaridan viza iltimos qilishda har qachon cheklanib qolganligini, agar kishilik huquq faoliyatchisi nomida viza tarqatishni ijro qilganda ularni muayyan darajada qo'g'dab qolgan bo'lganligini ta'kidlagan. Bu xil viza odat ko'p yillik va ko'p qitim Amerika tavasi kirib chiqishga bo'lgan shaklda layinlangan bo'lib, kishilik huquq faoliyatchilarini jiddiy xatarga yo'liqqanda tezlik bilan o'zini daldiga elish imkoniyatiga ega qildi. Shu sababdan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu xil viza taklifini qizg'in qarshi olgan hamda Bayden hukumatining bu taklifni tezdan qabul qilishga chaqirgan. Ularning bu vaqtdagi obzorida zulm sohiblari Amerika hukumatining kishilik huquqni kuzatib qolmasdan yana bu masalaga amaliy yo'sinda inkos qaytardiganligini bilib qilishi lozim deydi. BDT Musafirlar Mahkamasining Pokistondagi ishxonasi 22 fevral kuni Uyg'ur musafirlar bilan aloqalashib, ularning payshanba kuni, ya'ni 23 fevral kelib panohlik guvohnomasini yanglab ketishini uqtirgan. Ma'lum bo'lishicha, buningdan 2 hafta avval Pokiston soqchi doiralari va istixborot xodimlari Rawalpindi qatorliq joylarda turishlik Uyg'ur musafirlarini izlab kelib, agar ularning BDT Musafirlar Mahkamasi tomonidan berilgan panohlik guvohnomasini darhol yanglamasa, Pokistonda davomli turishiga bo'lmaydiganligi, ularning Xitoy qaytarilish mumkinligini uqtirgan. Yaqinqi yillarda Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish harakatining qabihlashishi, shundaqla Pokistonning Uyg'urlarni bostirishda Xitoy keng ko'lamli hamkorlashishiga ergishib, yillardan beri Pokistonda yashayotgan ba'zi Uyg'ur oilalari BDT Musafirlar Mahkamasiga panohlik iltimos sunib, BDTning Xitoy qaytarishga bo'lmaydigan kishilar guvohnomasiga erishgan. Son jihatdan ancha ko'p bo'lmagan Xitoy tavallikidagi bu oilalar bu guvohnoma bilan Pokistonda yashab kelgan bo'lsa-mu, lekin bu vaziyat o'tgan yil 10-oyda o'zgargan. BDT Musafirlar Oliy Mahkamasining Pokistondagi ishxonasi o'tgan yil 10-oydan boshlab bu oilalarning qaytarishga bo'lmaydigan panohlik guvohnomasini yanglab berishni to'xtatgan. Buning bilan panohlik guvohnomasining vaqti o'tib, Pokistonda qonunliq turish salohiyatidan ayrilib qolgan bu oilalarning Xitoy qaytarilishi xavfi tug'ilgan. Pokistondagi Ömer Uyg'ur vaqfisining qurg'uchi raisi Ömer Uyg'ur apandimning Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga bildirishicha, BDT Musafirlar ishxonasining Pokistondagi Uyg'urlarning panohlik guvohnomasini uzartib berishini rad qilishi ularga zo'r bexatarlik xavfi paydo qilgan. Ularning Xitoy qaytarib berilishi uchun yo'chiq ichib bergan. Bu vaqaning oldida Ömer haj qilish uchun Saudiya Arabiston kelgan Ömer Uyg'ur bu vaqadan xabar topgan hamon Ömer hajini tashlab Pokiston qaytgan. Uning aytishicha, u Pokiston qaytib kelibla darhol Rawalpindi shahridagi bir Pokiston sud mahkamasiga arz sunib, Pokiston davlat xavfsizlik organlarining panohlik guvohnomasining qarali to'shib ketgan Uyg'ur musofirlarning Xitoy qaytarishini to'xtatishini talab qilgan. Ömer Uyg'ur Pokiston sotining 22 fevral kuni o'zini chaqirtib, sotchining Pokiston soqchi va istixborot organlariga Uyg'ur musofirlarini Xitoy qaytarmaslik to'g'risida yo'l yo'riq beradiganligini aytganligini bildirgan. BDT Musofirlar Mahkamasining Pokistondagi ishxonasining Uyg'ur musofirlarining guvohnomasini yanglab berish haqida qaror elishi muhojiratdagi Sharq Turkistonliklarni alohida so'yindirdi. Uyg'urlarning panoh izlab Pokistonga ko'chishi 1949-yili Xitoy Kompartiyasi qurolli kuchlarining Sharq Turkistonni ishg'ol qilishi bilan boshlangan. 1954-yili Xotanda portlagan qurolli qo'zg'olonning bostirilishi bilan yana bir qancha yuz Uyg'ur oilasi Pokistonga qochgan. 1963-yili va 1974-yillarda Pokistonliklar bilan tuqqandorchiligi bo'lgan yana bir qism Uyg'urlar Xitoy hukumatining yo'l berishi bilan Pokistonga ko'chib chiqqan. 1980-yillarda Xitoyning eshigini ochib etib, musulmonlarning haj qilishiga yo'l qo'yishi bilan Pokiston Uyg'urlarning haj qilishdagi muhim o'tkiliga aylanib, ba'zi Uyg'urlar savdo ishlari bilan, ba'zi Uyg'urlar o'qish yo'li bilan Pokistonda o'ltiraqlashgan. Lekin 2001-yildagi 11-sentabr terrorlik voqeasidan keyin Pokiston bilan Xitoy orasidagi hamkorlik kuchayib, Pokiston Xitoy hukumati tomonidan gumonliq deb qaralgan nurg'un Uyg'urlarni Xitoy qaytarib bergan. Bo'libmi Xitoyning 2017-yili boshlatgan cho'ng tutqunda Pokistonliklar bilan to'y qilgan Uyg'ur ayollardan nurg'un kishi tutqun qilinib, lagerlarga qamalgan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.